Alloh taolo Qur'onda aytadi, istagfirullah, qul in kana abaukum va abnaukum va ikhwanukum va azwajukum va amwalukum iqtaraftumuha va tijaratun takhshawna kasadaha va masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallohi va rasulihi va jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Ayting, deydi Alloh taolo Qur'onda. Muhammad alayhisalom ayting, agar ota-onalar, farzandlaringlar, aka-ukalaringlar, juftlaringlar, kasb qilib topgan mol-u dunyoinglar, kasod bo'lib qolishdan qo'rqayotgan tijoratinglar, o'zingizlar yaxshi ko'radigan uy-joylaringlar, ya'ni insonga yaqin bo'lgan hamma narsada, ota-ona, xotin, bola, chaqa, tijorat, uy, insonga yaqin bo'lgan inson ulardan ajralishni xohlamaydigan narsalar. Allohdan va uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihad qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda Allohning amrini kutib turaveringlar. Insonlarning ustlariga musibatlar, balolar, sinovlar, mashaqqatlar qachon keladi? Allohning manhajidan chiqib ketganda. Ma yaf'alullohu bi azabikum in shakartum va amantum deydi Alloh. Sizlar shukr keltirib iymonli bo'lsanglar, Alloh sizlarni nima uchun azoblasin deydi. Ma asobakum min musibat dedi ikkinchi oyatda. Nima musibat kelsa, o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi deydi Alloh. Hozirgi kunda sizga nima yoqmayapti ustingizda turgan? Ishingiz yurishmayaptimi? Topganingizda baraka yo'qmi? Boshingiz kasaldan chiqmayaptimi? Boshingiz qarzdan chiqmayaptimi? Musibat u, to'g'rimi? Xotin itoatsizmi? Farzandlar bir noloyiqmi? Sizga nima yoqmayapti? Qarangda, bu musibat. Shu musibatlarda hammasi o'zingizlar qilgan ish sababli bo'ladi, deyapti Alloh taolo. Yana Alloh ko'p gunohlarni kechirib turaman deydi. Agar seni mana shu dunyo matohi, dunyoning latta-luttasi qalbingni to'ridan joy egallab turgan bo'lsa, sen hali birodar Alloh tarafga qarab yuruvchilardan emassan. Allohga qarab yurayotganlardan